Va o'tgan yili ushbu maqolamiz chop etildi. Hayot aka bilan birgalikda u maqolani qayta o'zgartirdik. Menimcha yangi maqolaga aylanib ketish shekilli. Shuning uchun ham o'zingizni ilmiy rahbaringiz yoki mentorlaringiz va hamkasblaringiz bilan doimiy ravishda ishlashingiz va ularga quloq solishingiz juda ham muhim bo'ladi. Ikkinchisi, men eslab o'tib ketmoqchiman. Janubiy Sharqiy Osiyoda eng kuchli ekonometrikadan professor bo'lgan. Shu pensiyaga chiqib turganda, biz oxirgi yillarimizda pensiyaga chiqib turganda, shu uncertainty bo'yicha bitta maqola yozmoqchi bo'lganda, boshida pensiyaga chiqib turganda ham bu maqolani tugata olmagan. Shuni afsus qilib aytib beradi. Chunki ba'zi narsalar ideya o'ziga o'ta yoqishi mumkin, lekin buni feasiblemi, bossa bo'ladimi degan narsada ba'zida oxirigacha olib borish tadqiqot sifatida qiziqmi, imkoni bormi uni? Ya'ni feasible, ya'ni qiziq bo'lishi mumkin, lekin bu feasiblemi degani o'sha qanchadir vaqt mobaynida o'sha modellar amalga oshirish imkoniyati bormi, yo'qmi degan narsani ham hisobga olishga to'g'ri keladi. Ya'ni professorimiz 40 yilcha aktiv ishlagan bo'lsa, 40 yilda ichida bu paperni publish qila olmagan, ya'ni ideyani. Bu degani nima degani? Men chekka alohida urg'u berib ketmoqchimanda. Ba'zi fikrlar bo'lishi mumkin, lekin fikrni to'g'riligi bu titleni to'g'ri tanlashi, ya'ni titleni to'g'ri tanlaydigan bo'lsa, bu 50% mavzuni to'g'ri tanlashi, fikr to'g'ri bo'lishi 50% ishda bajarilgani deganda. Qolgani texnik ishlarda o'rganib olsa bo'ladi. Albatta. Demak, keyingi bizning siklimizda keyingi bosqichda bu read turibdi, ya'ni o'qish. Nima o'qiladi? Demak, sizda ideya paydo bo'ldi. Ideya validatsiyadan o'tdi. Ya'ni siz ushbu ideyani ilmiy rahbaringiz bilan, mentoringiz bilan va o'zingizni hamkasblaringiz, kursdoshlaringiz bilan muhokama qildingiz va ulardan demak sizlar pozitiv feedback oldingiz. Undan keyin nima qilinadi? Undan keyin albatta siz xuddi men demak birinchi o'quv yilimda qilganim kabi turli xil maqolalarni o'qishga vaqtingizni sarflashingiz kerak bo'ladi. Bu yerda demak nimalarga e'tibor berish kerak? Maqolalarni qanday qilib tanlaymiz aslida? Bu yerda demak jurnalni sifatidan kelib chiqamiz. Ilmiy maqolalarni demak chop etayotgan minglab jurnallar bo'ladigan bo'lsa, bu siz qaysi sohada ishlayotganingizdan qat'iy nazar fizika, kimyo, iqtisodiyot bo'lishi mumkin, biznes yoki bo'lmasam strategic management, bundan qat'iy nazar minglab demak ilmiy jurnallar mavjud bo'ladi va bu yerda sizlarda demak 10 minglab, 100 minglab maqolalar har yilda chop etiladi. Bularning ichidan sifatlisini tanlab olish juda ham muhim ahamiyatga ega. Demak, bundan tashqari nimaga e'tibor berish kerak? Demak, jurnalni sifatlisini tanlab oldingiz, bu o'zingiz yo'nalishingizga mos keladigan jurnal. Bundan keyingi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu, demak, siz o'qimoqchi bo'lgan maqolalarni qachon nashr etilganligi bu juda ham muhim sanaladi. Sababi, agarda siz 2001-yilda, 2010-yilda demak chop etilgan maqolalarni o'qib, shulardan ilhomlanib, o'zingizni maqolangizni bir chiroyli qilib yozib publikatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, xato qilasiz. Sababi 2010-yilda bo'lib o'tgan mavzular bu juda ham eski mavzular hisoblanadi. Shuning uchun ham demak bu yerda ko'rsatib o'tganimizdek recent papers, ya'ni eng oxirgi yillarda, so'nggi yillarda chiqqan nashr etilgan maqolalarni o'qish maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin siz demak ilmiy tadqiqot olib borayotgan soha bo'yicha eng asosiy deb hisoblangan maqolalar bo'ladi, Hayot aka. Bularni ham demak o'qish must, ya'ni albatta bularni ham o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Qachon, qaysi yil demak nashr etilganidan qat'iy nazar, bularni siz demak ushbu maqolalarni sizni yo'nalishingiz bo'yicha ishlagan olimlarni demak obro'sidan yoki bo'lmasam olgan bu yerda citationlari sonidan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, maqola qancha ko'p citation qilingan bo'lsa, ko'proq iqtiboslar keltirilgan bo'lsa, demak ushbu maqola sizning demak ilmiy tadqiqot olib borayotgan yo'nalishingizda eng muhim maqolalardan biri hisoblanishi mumkin. Bundan tashqari, siz albatta o'zingiz demak kelajakda maqolalaringizni nashr etmoqchi bo'lgan jurnallarga fokus qilish bu juda ham muhim ahamiyatga ega. Sababi siz maqolalarni o'qish bilan bir qatorda ushbu jurnallarda chop etiladigan maqolalarni demak strukturasi qanday tuziladi, ya'ni tuzilishi bilan tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. O'qish davomida ahamiyat berish kerak bo'lgan ba'zi bir muhim narsalar bor. Bu yerda demak albatta kirish qismida ushbu ilmiy tadqiqotning objektivi, ya'ni maqsadi nimadan iboratligiga ahamiyat berishingiz kerak. Muammo nimadan iboratligiga ahamiyat berish kerak bo'ladi va ushbu maqola
hozirgi kundagi adabiyotlarga yoki fanga qanday contribute qiladi, ya'ni qanday qo'shimchalar berishi mumkin, qay darajada muhimligini demak ko'rsatib o'tishingiz kerak. Va xuddi shu bilan birgalikda qanday metodlardan foydalanilgan va qaysi turdagi o'zgaruvchilardan foydalangan holda demak tahlillar o'tkazilgan va ya'ni natijalarga erishilgan va natijalar qanday qay tarzda demak muhokama qilinganligini ham albatta ko'rib o'tishingiz muhim sanaladi. Qo'shimcha qo'shib ketmoqchiman. Ya'ni ko'pchilik universitetlarni biladi, ya'ni Garvard, LSE yoki bo'lmasam Princeton, dunyoni 50 ta yoki bo'lmasam 5 ta top universitet qaysi desa ko'pchilik biladi. Jurnallarda ham xuddi shunaqa, ya'ni Garvardga o'xshagan birinchi raqamli jurnallar bor, 5 talikdagi jurnallik bor, 50 talikda bor, 100 talikda bo'lgan jurnallar bor. Siz birinchi paperda olib turib, asosan deylik Iqbol aka bilan gaplashganimizda replicate qilishda o'rganib olsak ham katta narsa bo'ladi. Ya'ni bitta paperda olib turib, uni O'zbekiston uchun yoki Markaziy Osiyo uchun qayta hisob-kitob ko'rsak bo'ladi. Bu narsadan keyin o'rganib olgandan keyin boshqa nima qilaveradi. Shuning uchun deylik, agarda deylik biz A paper yoki masalan tier 1 paper deymiz, ya'ni birinchi o'sha top jurnallarda bosilgan paperlarni oladigan bo'lsak, erta chiqarish uchun shartlari qiyin bo'lgani uchun xatoliklarni bo'lmasligi mumkin, ya'ni nisbatan kam yoki bo'lmasa xatosiz chiqqan bo'lishi mumkin. Ya'ni metodologiyasini to'g'riligiga bizda shubha bo'lmaydi. Keyin to'g'ri teoriyani ishlatganligi haqida shubhamiz bo'lmaydi. To'g'ri o'zgaruvchilarni topganligi haqida objektivi, ya'ni natijalarida shubha bo'lmaydi. Ya'ni agar siz noto'g'ri paperni olib buni ustidan siz yana o'zgartiradigan bo'lsangiz, sizni ham haligi noto'g'ri yo'lda ketib qolasiz boshida. Shuning uchun deylik, ko'pincha biz aytib turganimiz, ya'ni A paperlar yoki tier 1 jurnallarda chiqqan, ya'ni o'zini sohasida yuqori nimalarda chiqqan paperlarni olsa yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, yana bitta hikoyani aytib ketmoqchi edim. Ya'ni bitta yaqin tanishimiz bilan birovni oldiga suhbatga borganimizda aytib berdida, ya'ni ximiya sohasida bo'lgan, ximiya sohasidagi ilmiy ish olib borishganda grant yutishib turib Germaniyaga konferensiyaga borgan, o'zini doktorskiy qilyapti turgan ishini prezentatsiya qilgandi. Lekin borganda hech odamlar nima bo'lgan? Surprise bo'lganda, haligi ta'jublangandan keyin hech kim indamagan. Lekin prezentatsiyasi tugatgandan keyin kimdir kelib aytganda, bu narsa ximiya sohasida 60-yillardan keyin bu narsani tadqiqot qilish to'xtatilgan, chunki bitta anaqaga kelingan degan. Ya'ni ba'zida deylik mavzu qiziq bo'lishi mumkin, lekin bugun olimlar ham jamiyatida bu narsani уже aniq yechimi topilib yopilgan mavzular bo'ladigan bo'lsa, to'xtatish kerak bo'ladi, vaqtida to'xtatib. Albatta, hayotdagi shuning uchun ham demak o'qish, ilmiy tadqiqotlarni o'qish va ulardan boxabar bo'lish juda ham muhim hisoblanadi. Keyingi bosqichda biz demak yozish, ya'ni write deb yozib ketganmiz, yozish qismiga o'tamiz. Endi qanday yoziladi? Siz demak o'zingizni qiziqqan sohangiz bo'yicha belgilangan kriteriyalarga oid maqolalarni tanlab oldingiz va ushbu maqolalarni o'qib chiqdingiz. Bundan tashqari, bundan keyingi etapda endi siz bosqichda bo'lsangiz, siz endi yozishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda qanday yoziladi desangiz, demak biz birinchi o'rinda ilmiy o'qib chiqqan ilmiy tadqiqotlarimiz, maqolalarimizga asoslangan holda o'zimizni demak ilmiy tadqiqotimizni demak tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda strukturasiga juda ham katta e'tibor beriladi. Va undan tashqari albatta kirish qismida bizda research problem, ya'ni tadqiqotni o'zini muammo nimada? Ushbu narsaga e'tibor berishimiz kerak va contributionlari va hozirgi davrdagi literaturga qanday literaturani boyitishga qanday ahamiyatga ega ekanligini ham ko'rib olishimiz kerak bo'ladi va bu yozish qismida ushbu narsalar juda ham muhim. Albatta bu yerda undan tashqari demak siz o'zingizni maqsadingizni to'liq va chiroyli tarzda berishingiz juda ham muhim ahamiyat kasb etadi va o'qib chiqqan maqolalaringizda xuddi siz demak qilayotgan sizning yo'nalishingizda chop etilgan ilmiy maqolalarni qanday demak hisob-kitob statistik metodlardan foydalangan va qaysi turdagi o'zgaruvchilardan foydalangan, qanday natijalarga erishganligini ham albatta inobatga olgan holatda o'zingizni demak ilmiy tadqiqotingizni strukturaga tushirishingiz kerak bo'ladi.
Keyingi bosqichda bo'lsa endi Hayot aka mana discussion bosqichi. Oldingi bo'limga qo'shib ketmoqchi bo'lgan narsa borda, ya'ni American Economic Review yoki Amerikani ba'zi jurnallari bor, yuqori, lekin ertaga nima stil erkinroq, ya'ni erkinroq yozib ketadi, so'zlarda ham informal so'zlarni ishlatib ketganda stili bitta qolib ketishmaydi. Lekin Yevropani jurnallarini ko'radigan bo'lsa, qattiq matematik formula asosida haligi strukturani qattiq ushlab turishadi, ya'ni maqola yozish qanaqadir matematik formulaga o'xshagan bir-biriga bog'langan qat'iy tartibi bor, shu yerda ushlab turishga harakat qilishadi. Agarda deylik boshlanishdagi odamlarga tips sifatida nima deyish mumkin? Boshlanishda qattiq strukturani ushlab turgan yaxshi, lekin deylik odatda katta professorlar bo'ladigan bo'lsa, sohani kattasi erkinroq yozadi, lekin boshlanib turgandagi yosh olimlar, endi PhD qilyapti turganlar strukturani ushlab turgan yaxshi. Keyingi bosqichimiz bu demak muhokama bosqichidan iborat bo'ladi. Mana sizda o'qigan ilmiy tadqiqotlarga asoslangan holatda o'zingizni birinchi demak ilmiy tadqiqotingizni amalga oshirdingiz va chiroyli tarzda uni yozib tugatdingiz. Endi bu birinchisi demak first draft deyiladi, ya'ni birinchi draft versiyasi chirnoy qoralama deyiladi. Bu qoralamani albatta o'zingizni demak ilmiy rahbaringiz, mentoringiz va xuddi siz kabi tadqiqot olib borayotgan, PhD o'qiyotgan yoki magistraturada o'qiyotgan insonlar bilan muhokama qilishingiz juda ham muhim sanaladi. Bu yerda albatta siz qo'shimcha nima desam bo'ladi, qo'shimcha feedback olish imkoniyatingiz bo'ladi. Demak, ular o'z fikrini sizni demak ilmiy tadqiqotingiz nisbatan bildirishlari mumkin. Chunki sizlar bitta oqimni suzyapsizlar. Ya'ni ularni ham ilmiy tadqiqotlardan xabari borligi uchun demak ushbu bosqich ham juda ham muhim hisoblanadi. Ular bilan nimani muhokama qilaman deganda, bu demak siz yozgan ilmiy tadqiqotni strukturasi va sizni berayotgan ilmiy tadqiqotdagi muammoingiz va sizning ushbu ilmiy tadqiqotni o'tkazishdan maqsadingiz va qanday metodologiyadan foydalandingiz, qanday o'zgaruvchilardan foydalandingiz va o'z-o'zidan qanday natijalar kelib chiqqanini muhokama qilish juda ham muhim hisoblanadi. Keyingi bosqich haqida Hayot aka. Keyingi bosqichda deylik, birinchi nimani o'zini peerlari bilan, ya'ni o'zini tengqurlari bilan muhokama qilgan bo'lsa, bu odatda qanaqa bo'ladi desangiz, yaxshi platforma shakllangan joylarda, universitetlarda, biz o'zimiz o'qigan universitetda kafeteriyada kofe ichgan chiqadi yoki choy ichgan chiqqanda hamma o'zini qanaqa tadqiqot olib boryapti turgan bo'lsa, o'sha fikrini aytar edi yoki bo'lmasam shu yangiligi nimadaligini, qaysi metodda ishlatganligi haqida fikrni aytib ko'radi. Agarda deylik qarshisidagi odam ta'jublanmasa, to'g'ri qilyapsiz yoki boshqa narsa deb olsa, sal aniq odamga ishonch beradi-da, davom ettirib ketadi. Agarda deylik qayerdadir xato qilyapti turgan bo'lsa, kimdir tavsiya qiladigan bo'lsa, keyin borib turib professor bilan muhokama qilishi mumkin. Ya'ni sizni xatoni ustida uzoq qolib ketishingizni oldini olishi mumkin. Undan keyingi jarayonda asosan deylik, keyin paper tayyor bo'ldi. Maqola tayyor bo'ldi. Buni anaqaga qaysidir jurnalga topshirsak bo'ladimi desangiz, bo'ladi, lekin bu yaxshi praktika emas. Siz uni qaysidir konferensiyada prezentatsiya qiladigan bo'lsangiz, pastda misol uchun yozib qo'ydik. Qaysidir American Economic Association'da annual meeting bor, iqtisodchilar uchun katta konferens. Agarda deylik shunga o'xshagan katta o'zini sohasidagi nomdor konferensiyalarda prezentatsiya qiladigan bo'lsa, keyin ertadan nimalarda feedbacklar olinadigan bo'lsa, keyin maqolaga yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni eslatma deb turib, disclaimer deb turib, bu maqola falonchi joyda prezentatsiya qilindi, falonchi yerda, agar odamlar bo'ladigan bo'lsa, falonchi ismlarda yozib yoki anonim ishtirokchilar savollar berdi, shu yerdan muhokamadan o'tdi degan narsani qo'yadigan bo'lsak, jurnalda editorida hali keyinchalik ham eslab o'tib ketamiz. Pozitiv shakllantiradi. Ya'ni editor anaqa qilib o'tirmaydi. Ya'ni qaysidir jurnalda bosilish kerak bo'ladigan bo'lsa, demak bu nimani o'tgan, muhokamadan o'tgan, anaqa qilib o'tirmaylik, testda reject qilib o'tirmaylikda, peer reviewga jo'natib yuboraveraylik degan anaqani beradi. Ya'ni qo'shimcha sizga bitta plus ball olib keladi. To'g'ri, Hayot aka bu yerda ikkinchisi, erta o'tirgan paytda deylik, bu ishlarni qilib yurgan odamlar yaxshi biladi. Katta nimalar bo'ladigan bo'lsa, prezentatsiya qilingan paytida o'tirgan odamlar ham o'ta qattiq anaqa kritika qiladi.
ham prezentatsiya qilyapti turgan odam stress yashaydi, ikkinchidan narigi turgan odamlar ham qattiq kritika qiladi, ya'ni maksimum kritika qilishga harakat qiladi. Ertadan chiqqandan keyin уже paperda qayd yaxshi chiqqan, qayd tomoni zaif bo'lib qolgan o'zi ham bilib oladida. Agarda ertadan ko'ngli to'ladigan bo'lsa, bo'ldi, o'tdi, keyingi etapda o'tkazib yuborsa bo'ladi. Albatta Hayot aka, bundan tashqari nafaqat xalqaro konferensiyalarda, balki o'zimizni mahalliy konferensiyalarda ham demak ushbu maqolangizni siz bemalol prezentatsiya qilishingiz mumkin. Demak biz bu yerda ko'rsatib o'tib ketganmiz. Endi odatda mahalliy konferensiyalarda juda ham ko'plab tadqiqotchilar qatnashganligi uchun balkim beriladigan yo'nalishlar, fikrlar juda ham to'liq bo'lmasligi mumkin, lekin bu sizga o'zingizni qilgan ilmiy tadqiqotingiz va maqolangiz bo'yicha juda ham tez reaksiya olishingizga yordam beradi. Bilib olishingiz mumkin. Demak, sizni maqolangizni o'qiyotgan odam, maqolangizda amalga oshirgan ishlaringiz bilan tanishgan odam qanaqangi fikrda ekanligini tez orada bilib olishingiz imkoniyatini beradi. Lekin aytib o'tganingizdek, xalqaro yuqori saviyadagi konferensiyalarda maqolalaringizni demak prezentatsiya qilish sizga juda ham katta ijobiy natijalar olib kelishi mumkin. Chunki blind review deganda ham o'sha 5 ta yoki 3 tadan 5 ta odamgacha assign qilinadi. Ya'ni ko'rib chiqadi sizni, ya'ni sizga o'xshagan professorlar yoki bo'lmasa shu maqola yozyapti turgan 4 ta 5 ta odamga jo'natiladi. Bu yerda o'tirgan odamlar ham deylik 20 ta 30 ta odam o'tirgan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ularning reaksiyasi ham jurnalda qabul qilgandan keyin jo'natiladigan reaksiya bilan ozmi ko'pmi bir-biriga o'xshash bo'ladi. Shuning uchun deylik, ularning reaksiyasini ko'rib olsa bo'ladi oldindan. Keyingi bosqichimiz endi submit deganmiz, ya'ni tayyor bo'lgan maqolani jurnalni tanlab jurnalga topshirish hisoblanadi. Bu yerda boshida aytib o'tib ketdik, siz o'qish vaqtidan boshlab turib qaysi jurnalga maqolangizni topshirish haqida sizda fikr bo'lishi juda ham muhim. Endi agar aytaylikki sizda 5-6 xil variantlar, turli xil demak imkoniyatlar mavjud topshirishga. Bu yerda albatta siz e'tibor berishingiz, maqolangizni jurnalga topshirayotganda e'tibor berishingiz muhim bo'lgan bir qator demak eslatmalar bor. Bu yerda demak siz topshirmoqchi bo'lgan jurnalni aim and scope, ya'ni skopni tushadimi, siz uni maqsadi jurnalni va ushbu jurnalda chop etilayotgan maqolalarning yo'nalishi, turi siz demak tayyorlab yozib tugatgan maqola bilan bir xilmi? Bu juda ham muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari ushbu jurnalda oxirgi vaqtlarda chop etilgan maqolalarni ko'rib chiqishingiz ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Sababi oxirgi vaqtlarda demak siz yozgan mavzudagi maqolalar chop etilgan bo'lsa, bu sizga demak green light, ya'ni yashil chiroq berishi mumkin. Ushbu jurnalga topshirish sizda yaxshi natijaga olib boradi degan bir o'yni beradi. Bundan tashqari demak albatta siz qaysi jurnalga topshirishingizdan qat'iy nazar ushbu jurnalda sizning yo'nalishingiz bo'yicha chop etilgan bir ikkita maqolalarni o'zingizni demak maqolangizda iqtibos keltirib o'tishingiz juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shunaqangi vaziyatlar bo'ladiki, Hayot aka, editorlardan shunaqangi bir anaqa emaillar ham kelib qoladi. Ba'zida ular yozishadiki, "Ha, siz rahmat, bizni jurnalimizni tanlaganingizdan yaxshi bo'lardi agar shu bizni jurnalda chop etilgan maqolalarni ham qo'shib qo'ysangiz." Sababi har bitta jurnalni o'zini maqsad va vazifalari mavjud. Bu yerda editor in chief asosiy maqsadlaridan biri bu jurnalni dunyodagi eng yuqori saviyadagi jurnallar qatoriga olib chiqish hisoblanadi. Bu yerda demak kontaylar hisoblanadigan bo'lsak, Q1, Q2 jurnallari deb ketamiz. Q3 dan Q2 ga o'tish bu editlar uchun juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga qanday o'tiladi deydigan bo'lsangiz, chop etilayotgan va iqtiboslar keltirilayotgan maqolalar sonidan demak jurnalni obro'si, saviyasi ortishi mumkin va u yerda o'z-o'zidan demak nima desam bo'ladi, chop etilayotgan maqolalarning sifati ham bu yerda katta ahamiyat kasb etadi. Agarda maqola sifatli bo'lsa, hozirgi trendda bo'lgan mavzularni olib chiqqan bo'lsa, trenddagi mavzularning muammolariga yechim bergan bo'lsa, demak ushbu maqolani iqtibos olish ehtimoli ham juda ham yuqori bo'ladi. Keyingi demak bosqichimizda biz keyingi demak slaydda eng muhim bo'lgan, ya'ni siz maqolangizni jurnalga topshirdingiz. Endi sizni nimalar kutmoqda? Back office deb Hayot aka siz chiroyli aytib o'tdingiz. Back office'da nimalar bo'ladi? Maqolani jurnalga topshirganingizdan keyin birinchi maqola demak
editorni qo'liga kelib tushdi. Bu inson shu kompyuterda o'tiradi, desk deb aytib qo'yamiz. Biz aytamiz buni odatda ushbu insonni demak emailiga keladi sizni maqolangiz va emailingizni birinchi ochib ko'rib chiqishni boshlaydi. Ko'p holatlarda ko'plab ilmiy maqolalar ushbu bosqichdan keyingi bosqichga o'ta olmaydi. Buni ham turli xil sabablari bor. Mana Hayot aka bu haqda ozgina aytib o'tadi, chunki Hayot aka Scopus'ga kiruvchi ikkita jurnalda editor bo'lib ishlaydi. Tajribasi juda ham ko'p. 10 yillarcha tajribaga ega olimlardan hisoblanadi. Hayot aka, siz nima qilar? Keyin qo'shimcha ketadi. Demak, bu yerda ushbu bosqichda muammolar nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Ushbu bosqichdagi demak muammolarning asosiysi bu siz yuborayotgan maqolani, jurnalni aim and scope degan, ya'ni jurnalni maqsadiga, yo'nalishlariga to'g'ri kelmasligi. Siz biznes bo'yicha aytaylik maqola yozyapsiz-da, uni siz aytaylikki iqtisodiyot bo'yicha jurnalga topshiryapsiz. Bu o'z-o'zidan editorning e'tiborini tortadi va editor o'z-o'zidan bu yerda maqolangizni demak qaytarishiga sabablardan bittasi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam jurnalingiz, sizning yozgan maqolangiz jurnal talablariga javob bermaydi. Jurnal aytgan yo'nalishda yoki bo'lmasam usulda siz aytaylik referenslarni keltirmagan bo'lishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam metodologiya qismingizda juda ham katta muammolar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam mavzuingiz eski mavzu bo'lishi mumkin. Turli xil demak sabablari bor. Hayot aka, yana qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa, shu desk rejectionga sabab bo'ladigan muammolar haqida. Desk rejectionda qo'shib ketmoqchi bo'lgan narsa, Iqbol aka eslaysizmi? Ya'ni yozda bitta konferensiya bo'ldi. 2024-yilda konferensiyadan oldin jurnalni editorlari yig'ilib anaqa round table qildi. Shu yerda 24-yilda qaysi mavzular bosiladi, 25-yilda qaysi mavzular bosiladi deb turib, jurnalda taxminiy anaqalarini belgilashib oladi. Shu yerga to'g'ri kelish, ya'ni scope, ya'ni overall scope'idan tashqari yilda trendini ham hisobga olish kerak bo'ladi. Ya'ni ba'zida special issue'lar bor, ertagilarda osonroq, lekin deylik overall, ya'ni umumiy holatida ham o'sha 24-yil yoki 25-yilda taxminiy qaysi nimalarni bilib turishadi editorlar, ya'ni mana bu mavzuda bo'lsa olamiz degan narsalar bor. Ya'ni shuni ham esda chiqarish kerak emas, ya'ni har bitta jurnalni demak topshirishdan oldin kirib jurnalni sahifasiga kiradigan bo'lsangiz, bu yerda author guidelines degan bo'lim bo'ladi. Bu yerda avtorlar o'zini maqolalarini qay tarzda strukturaga solishi va qay tarzda topshirishi kerakligi juda ham chuqur tushuntirib, demak detalli tushuntirib o'tilgan bo'ladi. Albatta ushbu guidelinelarga e'tibor berish juda ham muhim sanaladi. Ya'ni deskda agarda deylik qarasa, qaysi davlatdan, ya'ni bosilyapti, oxirgi 5 yilda yoki 2 yilda qaysi maqolalar bosildi ko'rishga to'g'ri keladi. Ya'ni ba'zida bitta davlatdan jo'natilgan maqolalar ko'payib ketsa ham, maqola yaxshi bo'lsa ham editor uni olmasligi mumkin, chunki deylik diversity kerak ularga. Keyin mavzuni ham o'zi, ya'ni bitta mavzudagi to'planib qoladigan bo'lsa ham, u yetarlicha bo'ldi bu yilga mana bu mavzuda degan emaillar, ya'ni vaqt chegaralangancha hammasini qo'ymadingda, emaillarda kelgan keyslarni ko'rib chiqsa bo'ladi. Ya'ni aslida deylik editor maqolani ko'rgan paytda birinchi o'ylaydigan narsa nima deydigan bo'lsa, uch burchak deymiz. Ya'ni erta uch burchakda bir tomonida maqolani yozgan avtor bor, ikkinchi tomonda editor bor, uchinchi tomonda o'quvchilar bor. Ya'ni ertaga maqola bosilsa o'qish. Uchburchakning har bir tomonida o'zini manfaati bor, ya'ni manfaatlar to'qnashuvi deydi, ya'ni manfaati bor. Editorda asosiy maqsadi buni ertaga bosganimizdan keyin kimdir o'qib, citation qilib, impact faktori ortadimi deb. Maqolani yozgan odam, meni maqolam shu yerda chiqadimi degan. O'quvchi yaxshi anaqa bo'ladigan bo'lsa, shu yerda o'qib nima qilish mumkin, ya'ni turadi. Shu sababli deylik. Tushunarli. Demak, keyingi endi mana Hayot aka maqolalar yozildi, maqolalar topshirildi, deskdan ham o'tdi deylik, ya'ni desk review protsessidan o'tdi. Endi keyingi bosqichda maqola qayerga boradi degan bo'lsak, keyingi bosqichda editorlar ushbu maqolaga xuddi shu yo'nalishda, xuddi shu mavzuda yillar davomida demak maqolalar chop etib kelayotgan avtorlarni demak topishadi va ularga maqolangizni peer review uchun, ya'ni bu yerda blind review uchun yuborishadi. Bu yerda asosan Scope bazasiga yoki Web of Science bazasiga kiruvchi jurnallarda double blind
nimasi review protsessi doimiy ravishda ishlab keladi. Demak, keyingi bosqichda endi maqola review processdan, ya'ni peer review processdan o'tishi bu juda ham muhim sanaladi. Desk review vaqtida juda ham ko'p aytaylik maqolangizga, sizni tadqiqotingizga detalli e'tibor bermasligi mumkin, lekin peer review bosqichiga kelgandan keyin endi maqolalarga detalli yondashiladi, chunki sababi maqolangizni ko'rib chiqayotgan, o'qiyotgan insonlar xuddi shu yo'nalish bo'yicha, siz mavzuyingiz bo'yicha yillar davomida demak ko'nikmalarga ega bo'lgan, tajribaga ega bo'lgan insonlar hisoblanadi. Agar editorda bo'lsa, ya'ni bir kun yoki bir kundan 5 kun ichida sizga reject keladi. Agarda deylik maqola to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, to'g'ri kelmadi deb yozuv keladi. Agar 5 kundan ortadigan bo'lsa, siz email olasiz, siz emailingizga keladi, sizni maqolangiz keyingi bosqichga o'tkazildi va sizni maqolangizni ko'rib chiqish uchun ma'lum bir odamlarga jo'natildi degan xabarni olasiz. Demak, shu yerda oladigan bo'lsa, sizda nima ketadi? Ya'ni 3 ta 4 ta bir-birini tanimaydigan odamlar sizni maqolangizni ko'rib chiqishdi. Siz ularni kimligini bilmaysiz, ular sizni kimligingizni bilmaydi. Bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Hayot aka, siz bir kundan 5 kungacha deb aytib o'tib ketdingiz. Demak, ko'plab jurnallarda xuddi shunaqa, lekin ba'zi bir siz aytib o'tgan top tier jurnallarida bo'lsa, bu demak desk review protsessini o'zi 20 kun, 25 kun, bir oyga ham yetishi mumkin. Shunaqangi holatlar bo'ladi. Odamlar 1 yillab maqolasini peer reviewga o'tdimi yoki o'tmadimi deb turib kutadiganlar bu. Endi bu top jurnallarda bo'ladi. Odatda peer reviewlar nimalarga e'tibor beradi? Hayot aka, masalan, hozir men agar aytadigan bo'lsam, 10 dan ortiq jurnallarda peer review sifatida ishtirok etgan bo'lsam, u yerda 15 dan ortiq maqolalarni o'qib chiqdim. Meni o'zimni demak nimalarga e'tibor beraman odatda peer review qilayotganimda? Birinchi o'rinda aytaylik, strukturasiga ahamiyat beraman. Maqolaning strukturasi qanday shakllantirilgan, jurnalni aims and objectives da belgilangan va author guidelines da belgilangan kriteriyalarga mos keladimi yoki mos kelmaydimi, bularga ahamiyat beraman birinchi o'rinda. Bundan keyingisi bo'lsa, demak contribution, ya'ni introduction qismini ko'ramanda, aslida bu o'zi nima maqola, nima mavzuni olib chiqyapti, mavzu muhimmi yoki muhim emasmi, ilmiy yangiligi nimada ushbu maqolani, ilmiy yangilik bormi yoki yo'qmi. Ko'p holatlarda bu avtorlarning xatosi hisoblanadi, ilmiy yangiligini aytmasdan ketadi. Ya'ni ilmiy yangilik nimaligini siz bilmaysiz, maqolani kirish qismida o'qiyotgan vaqtingizda yoki bo'lmasa muammo o'zi nimada. Odatda maqolalarni o'qiydigan bo'lsangiz, ko'plab maqolalar xuddi siz aytganingizdek econometric advanced, juda ham yuqori darajada bo'lgan, demak econometric usullardan foydalangan holda tahlillarni amalga oshirgan ko'plab grafiklar bor, ko'plab tablisalarga ega, lekin maqola o'zi nima haqida, muammo nimada, nima uchun bu maqola kerak, adabiyotga qanday buni foydasi bor, masalan fanga qanday foydasi bor, bu haqida ko'plab demak avtorlar, mualliflar yozishni unutadi, lekin bu qismi demak kirish qismida bo'ladi. Bu juda ham muhim sanaladi. Undan tashqari metodologiya, men endi metodologiyasiga ham juda ham ko'p ahamiyat beraman. Ko'p holatlarda afsuski, yaxshi jurnallarda ham mualliflar aldashga harakat qiladi. Endi bu desk review vaqtidan o'tib ketib qoladi endi, chunki editorlarni har bitta maqolani detalli ko'rib chiqishga vaqti bo'lmaydi. Buni to'g'ri tushunish kerak va bu peer review bosqichida ko'plab maqolalarni demak reject bo'lishiga, ya'ni qaytarilishiga olib kelishi mumkin. Bu yerda nima qilinadi? Maqolada maqsadi boshqa narsa, lekin metodologiya qismini qaraydigan bo'lsangiz, tahlillarni ko'radigan bo'lsangiz, umuman boshqa bir mavzuni olib chiqqanda boshqa narsalarni tahlil qilyapti. Ya'ni mavzu bilan va ilmiy tadqiqotning maqsadi bilan qilingan ishlar, tahlillar bir-biriga mos kelmasligi yoki bo'lmasam foydalanilgan ma'lumotlarni turiga qarab turib ekonometrik modellardan foydalanmagan, ya'ni metodlardan foydalanib tahlillarni amalga oshirmaganligi yoki bo'lmasam ekonometrik tahlillarni amalga oshirganda uni prezentatsiyasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'pincha holatlarda aldashga harakat qilib qolish mumkin. Ya'ni ekonometrik ahamiyatga ega bo'lmagan relationshiplar deb qo'yamiz, associationlarni ham, ya bu ekonometrik ahamiyatga ega, statistically significant deb turib yozib ketish mumkin yoki o'zi negativ turgan holatdagi o'zgaruvchilarni, koeffitsiyentlarni rezultatlar qismida pozitiv bo'lgan deb yozib ketishlari juda ham ko'p bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda men birdaniga ushbu maqolani reject qilishni tavsiya etaman. Endi bu yerda odatda editorga siz o'zingiz email yozib tavsiya qilaman demaysiz. Bu yerda sizda imkoniyat bo'ladi yoki maqolani qabul qilish yoki bo'lmasam kichik o'zgarishlarni tavsiya etish yoki katta o'zgarishlarni tavsiya etish. Agarda
uchalasi ham bo'lmaydigan bo'lsa, o'z-o'zidan bu yerda maqolani qaytarish sizda imkoniyatingiz bo'ladi. Demak, ushbu prezentatsiyamizda ko'rsatilgan contribution, methodology, framework va writing style bular juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan maqolani qismlari hisoblanadi. Said aka, sizni mana o'zingizni men qo'shib ketmoqchi bo'lgan narsa, deylik, siz Iqbol aka mana bu yerda review prosesda qatnashadi, ya'ni ko'pchilik qatnashadi. Erta agarda paper bosilmaydigan bo'lsa, uni review qilgan odamlar ham sir saqlanib qoladi. Agar paper bosiladigan bo'lsa, nashr etiladigan bo'lsa, kim review qilgan bo'lsa, o'sha yerda turadi. Paperda saytida 5 ta odam bo'lsa, 5 ta odam turadi. Bu odamlarni keyinchalik ham deylik 2-3 yil o'tgandan keyin kimdir deylik darslarda o'zimiz ham research metodologiya gapirganda ko'ramiz, xato ketgan bo'ladigan bo'lsa, keyin imkoniyati bor jurnalga qayta yozib yuborsa bo'ladi. Agar xatosini topadigan bo'lsa, jurnal o'sha yerda deylik ko'pincha kechirim so'rab turib, jurnal chiqqan maqolani ham keyinchalik ham reject qilish mumkin. Bu degani deylik bosildi degani lifetime'da qoladi degani emas. Kimdir xato qiladigan bo'lsa 2-3 yil yoki 10 yildan keyin ham paperni qaytadan olib tashlaydi, uzr so'rashadi. Ertaga kim review qilgan bo'lsa, hammasini reputatsiyasiga ham ta'sir qiladi. Chunki deylik bu narsa review qilish protsessi odatda deylik researcherlarga bunaqa Iqbol aka aytgandaqa pul olinmagani uchun yetarlicha motivatsiya yo'q. Lekin deylik researcherlarning ichida siz bir yilda 3 ta paper bossangiz, agarda kamida 3 ta paperdan kamroq paperni review qilgan bo'lsangiz, unda siz haligi minusda turgan bo'lasizda, ya'ni o'zingiznikini kimdir review qilgan, lekin siz qolgan kelganlarda review qilmagansizda haligi yaxshi status hisoblanmaydi. Shuning uchun deylik kamida ham paper bosish, ham boshqa paperlarni review qilib ketishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu paperda anaqa mana bu sohaga kirgandan keyin bir ajralmas qismiga aylanadi. Endi aytib ketmoqchi bo'lgan narsalarim ichida birinchi o'rinda turgani yangiligi, muammo va yangilik. Muammolar bor. Dunyoda deylik nechta muammo bo'lsa, yechilmagan matematikadagi nimalar ham bor. To'g'rimi Iqbol aka? Ya'ni 10 ta 5 taligi 100 yillikdan beri, 10 yillardan beri yechilmagan muammolar bor. Muammoni bilish degani bu maqola chiqaraman, novel bo'ldi degani emasda. Endi bu yerda yangilik degani aynan shuni yechgan odam qaysidir perspektivda, ya'ni qaysidir boshqa prizmada qarab turib shetda yozib qo'ysa yetadi. Ya'ni yechim degani o'sha novelty deb turgani yechimi degani. To'g'rimi? Ya'ni yechimi bo'lgani uchun deylik taklif etilayotgan yechimni taklif etilyapti usulimi, yangiligimi, ya'ni boshqa tomondan qarash. Shuning uchun deylik maqolani yuragi aynan shu hisoblanadi. Ya'ni qolgan narsalarda qissa bo'ladi. Ya'ni yangiligi paperda deylik keladigan bo'lsa, ko'pincha deylik men o'zimda shunga o'xshagan vaziyat bo'lgan. U paytda mana bu AIlar, boshqa narsalar bo'lmaganda Amerikadagi bitta paper nimaga jurnalga jo'natganmiz, editor o'qigan, editorga paper yoqqan, oxiridagi jarayonga kelgan, to'g'rilab berganmiz, aytgan buni endi anaqadan native editordan o'tkazib ol, ideya yaxshi, lekin bizni stilda emas, yozilmagan dedi. Ya'ni straight forward yozib ketadi amerikaliklar. Shunaqa qilib bor hayot, ortiqchaligi cho'zilgan joylari bo'lmasin degan. Aytmoqchi bo'lganim, agarda deylik novelty'si bo'ladigan bo'lsa, paper jurnallarda ko'pida imkoniyat beradi. Ya'ni major revision deydida, to'g'rilash uchun metodologiyani to'g'rila yoki umuman paper boshlang'ich paperdan ko'ra 80, 90, 95% ga yangi paperga o'tib ketadi, lekin ideya yoqsa yetadi. Ya'ni bundan tashqari menda eng juda ham muhim, men o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda aytishim mumkin, muhim yana bir narsa bor. Bu ahamiyat ko'plab mualliflar, tadqiqotchilar ahamiyat berish kerak bo'lgan. Bu yerda albatta sizga demak aytaylik yo minor revision kelish mumkin, kichik o'zgarishlarni tavsiya etishlari mumkin yoki bo'lmasam katta o'zgarishlarni tavsiya etishlari mumkin. Bu yerda siz albatta ushbu har bitta berilgan kommentariyga, ya'ni peer reviewlar tomonidan sizga berilgan tavsiyalarga, o'zgartirishlar kiritish so'ragan har bitta bo'limiga siz albatta chiroyli ravishda javob qaytarishingiz juda ham muhim sanaladi. Menda o'zimda shunaqangi holatlar bo'ldi. Men tavsiya berganmanda, tavsiyaga amal qilinmaganda bo'ldi, mana biz sizga revised versiyasini, ya'ni
tavsiyalarga asoslangan o'zgartirishlar kiritilgan maqolani yubormoqdamiz deyapti, lekin aslida men bergan tavsiyalar bo'yicha o'ta o'zgartirishlar kiritilmagan. Yoki bo'lmasa men bergan tavsiyalar bo'yicha meni endi savollar bo'lishi mumkin revyularda, peer reviewlarni bergan savollariga mualliflar javob yozishni yo esdan chiqarib qo'yishadi yoki bo'lmasam ataylan yozmaydi. Bunaqangi holatlar ham maqolalarni qaytarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana bitta juda ham bir anaqasi bor, aldovlarga harakat qilmaslik kerak bo'ladi. Sababi ba'zi maqolalarni o'qiydigan bo'lsangiz, bular aytadiki, abstrakt qismini o'qiydigan bo'lsangiz, aytadi, biz ushbu turdagi metodlardan foydalangan holda tahlillarni amalga oshirdik deydi. Va siz agar metodologiya qismiga o'tib qaraydigan bo'lsangiz, bular ta'kidlab o'tgan metodlardan foydalangan tahlillar mavjud bo'lmaydi ko'p holatlarda ham. Shunaqangi holatlar bo'lishi mumkin. Endi bu desk reviewdan o'tib ketgan, sizni vazifangiz bo'ladi qaytarish. Men o'zimda shunaqangi bir qiziq holat bo'ldi. Bitta maqolaga men major revision bergandim va kutgandimki, mualliflar обратный, ya'ni sizga har bitta bergan kommentariy, har bitta pointga demak o'zlarini fikrlarini yozib, qanaqangi o'zgarishlar kiritilganini yozib sizga o'zlarini kommentariyasini, ya'ni letter to the reviewer deyiladi. Shunaqa. Demak, response letter yuborishni kutgandim. Response letter yo'q ekan. Keyin nima qildim? Keyin bu narsa meni ko'rdimki, aytayaptiki, bo'ldi biz deydi o'zgartirildi, mana revised versiyasini yuboryapmiz. Men o'qib chiqyapman paperni. Birinchi bosqichda men major revision bergan vaqtimda ko'rmagan xatoliklarimni ko'rishni boshladim. Ya'ni bu yerda metodologiyada muammolar yetarli. Rezultatlar qismida, ya'ni natijalar qismida aytib o'tilayotgan natijalar, tahlillar u natijalarni ko'rsatmayapti. Ya'ni natijalar bilan tahlillar bir-biriga mos kelmayapti. Shunaqangi muammo bor. Yana bitta muammolardan bittasi, bular endi bir nechta turdagi metodlardan foydalangan holda tahlil qildik deb ketgan. U yerda faqatgina uni 3 ta sanab o'tgan bo'lsa, u yerda faqatgina 2 tasi mavjud. Bitta tahlilni turi umuman mavjud emas. Shunaqangi holatlarda ham maqolalar demak qaytarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunga albatta e'tiborli bo'lish talab etiladi barcha mualliflardan. Aka, keyingi qismimiz endi nima uchun aslida supervisor yoki bo'lmasa mentor kerak degan savol bo'ladi. Siz endi tajribaga, juda ham ko'p yillik tajribaga egasiz, ko'plab tadqiqotchilarga rahbarlik, ilmiy rahbar sifatida, undan tashqari mentor sifatida ham faoliyat ko'rsatasiz. Shu bo'yicha siz ozgina bir fikrlaringiz. Nimada ham aytib ketdik, biz o'zimiz professorimiz bilan, bolaka bilan gaplashib turganimizda, ya'ni bizni qilgan yillarimizda unchalik ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa ham, lekin ko'p narsa o'zgarib ketdi. Bizda AI chiqdi yoki biz professorning oldiga boradigan bo'lsak, professor ya'ni 5 minut yoki 10 minutdan ortiq vaqt ajratmaydi. Albatta 10 minut vaqti bo'ladi. 10 minut bersa, o'zi katta natija, ya'ni ekka borasida, ya'ni oldindan jo'natib qo'ygan bo'lasiz. Email bilan appointment qilishingiz kerak bo'ladi. Olasiz, nimada o'zini vaqti bor. Erta ham 10 minutdan cho'zilib ketmasligi kerak. 10 minut ichida sizga professor ko'radi. Baribir uni tajribasi bilan sizni hozirgi holatingiz orasida farq o'ta katta bo'lgani uchun professor aytadi, "Yo'q, qaytib borib o'zing xatoingni topib, keyin kelsen, keyin gaplashamiz" deydi. Yoki bo'lmasam, qachon sizga professor vaqt ajratishi mumkin? Qachon siz уже tayyor bo'lganingizda, ya'ni siz maqolani o'zingiz bosishga tayyor bo'lib turib, billa peer to peer deydimi, shu darajada bo'ladigan bo'lsangiz, professor sizga vaqt ajratadi, billa ishlab maqola bosib ketasiz. Ya'ni siz yerda deylik, уже tayyorsiz, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta maqola bosasiz. Shu paytda sizga vaqt ajratadi. Ya'ni kollega sifatida vaqt ajratadi, bo'lmasa sizni guide qilishi qilmaydi. Ya'ni bizdagi muhit bilan farqi, bizdagi professor o'rniga yozib, qaytada yordam berishi mumkin, lekin etlarda gaplashgani ham vaqtini topa olmaysiz. Shuning uchun deylik, eng yaxshi kim deydigan bo'lsangiz, ya'ni sizga yaqin mentor bo'ladigan bo'lsa, sizga sabri bemalol, vaqti bemalol billa o'tirib ko'rsatib berib ketishi mumkin. To'g'ri aytyapsiz, Hayit aka. Men ham xuddi shu narsani kuzatdim. Siz bilan bugungi vebinardan oldin gaplashganimizda ham aynan mana shu narsaga men urg'u berib ketgandim. Hozir O'zbekistonda ilmiy tadqiqot olib boruvchilar uchun kerak barcha imkoniyatlar mavjudda. Siz boshlagan paytingizda yoki bo'lmasa men boshlagan vaqtimda balki biz bilmagandirmiz ushbu imkoniyatlarni, lekin mana ushbu sohada faoliyat yuritishni boshlaganimizdan beri men bunaqangi imkoniyatlarni juda ham ko'plarini ko'ryapman. Ya'ni turli xil kurslar, vebinarlar doimiy ravishda amalga oshirib kelinmoqda.
Bu yerda demak siz aytib o'tganingizdek ilmiy rahbarni siz uchun vaqti yetarli bo'lmasligi mumkin, sababi uni o'zini vazifalari va maqsadi bo'ladi. Shunda sizga eng katta yordam beradigan insonlar kim bo'ladi degan bo'lsa, bu sizga yordam beruvchi bo'lganlar, bular mentorlar hisoblanadi. Mentorlar endi kimlar? Mentorlar sizdan yuqori kursda o'qiyotgan talaba bo'lishi ham mumkin, ya'ni siz o'tayotgan bosqichlardan allaqachon o'tib bo'lgan va siz bilan bir xil bosqichda gaplasha oladigan, sizni tushuna oladigan inson bo'lishi mumkin va sizga ko'proq vaqt ajratadigan. Yoki bo'lmasa endigina o'zini aytaylik PhD o'qiyotgan bo'lsangiz, PhD dan bitirib chiqqan yosh professorlar, early career professorlar deb qo'yadi. Bularda demak ilmiy tadqiqotga bo'lgan qiziqish ham yuqori bo'ladi. Masalan, meni professorim yaqinda pensiyaga chiqyapti-da. U odamga yangi o'quvchilarni supervizorlik qilish qiziq emas. Ilmiy maqolalarni chop etish ham qiziq emas, chunki u o'zini karyerasida deganda Q3, Q4, Q1 o'zi ham qiziq. Masalan, top paperda bosmasiz. Top jurnalda ularga faqatgina A klassdagi hayotga aytib o'tganda, shu top elitaliga kiradigan jurnallarda maqola demak chop etadigan bo'lsa, shu qiziq bo'lishi mumkin xolos, chunki ular o'zini karyerasining oxiriga yetib qolgan. Shuning uchun ham yosh energiyaga to'la demak professorlar bilan yoki bo'lmasam siz o'tayotgan bosqichlardan o'tib olgan kursdoshlaringiz, sizdan katta kursdagilar bilan demak birgalikda hamkorlikda ishlashingizni sizlarga tavsiya etamiz va bulardan sizlar nimani o'rganishingiz mumkin. Bular sizlarga demak ilmiy tadqiqotlarda guidance, yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Undan tashqari sizlarga konstruktiv bo'lgan feedback beradi, ya'ni o'z fikrlarini sizni ilmiy tadqiqotlaringizga nisbatan ha bu yeri to'g'ri, bu yeri noto'g'ri, buni shunaqangi usulda amalga oshirsa yaxshi bo'ladi degan narsalarni aytish mumkin va sizni ilmiy tadqiqotingizni supervise qilishlari ham mumkin, ya'ni rahbarlik qilishlari ham mumkin va sizlarga PhD qilayotganlarda, magistratura qilayotganlarda, ilm bilan shug'ullanayotganlarda eng kerakligi bu motivatsiya. Doimiy ravishda sizlarni kimdir ilhomlantirib turmasa, odam tushkunlikka tushib qoladi. Men o'zimni bitta kursdoshimda xuddi shunaqa bo'lgan. Ganalik kursdoshim bor edi. Mendan 1 yil keyin boshlagan, o'qishi keldi. Ganada ta'limni men bilmagan ekanman, to'g'risi magistraturani Ganada o'qigan. Ilmiy tadqiqot bo'yicha shunaqangi tajribaga ega, men hayron qolganman-da. Keldi, 1 yilda 3 ta paper bosdi, yaxshi jurnallarda bosdi-da, maqolani chop etdi. Keyin Covid boshlandi, Covid paytida u qoldi bu yerda universitetda, kampusda qoldi. Dissertatsiyalarni yozib tugatdi va 2 yil davomida stressda bo'ldi-da. Covid paytida endi bu yerda tashqariga chiqish mumkin emas, turli xil cheklovlar bo'lgan, stressda bo'ldi-da. Dissertatsiyasini topshirdi. Dissertatsiya topshirgandan keyin o'zimizdagi pre-defensedan o'tdi va pre-defensedan keyin dissertatsiya tashqariga external reviewga chiqib ketadi. Shu yerda bitta rejection keldi. U degani bo'ldi, u dissertatsiyani boshqatdan qilish kerak degan. Shu yerda juda ham katta stressga tushdi. Haligi bola 5 yillik qilgan mehnatini tashladi, o'zini davlatga qaytib ketdi. Hozir mana Avstraliyada o'qiyapti. PhD ni qaytadan boshladi. Sabab nima bo'ldi deydigan bo'lsangiz, motivatsiyani yetishmagan. Ya'ni professordan, supervisordan o'ziga kerakli bo'lgan narsani ola olmagan. Chunki professorning vaqti yo'q. Professorlar bo'lyapti. Men kelib O'zbekistonda ko'rganim, ertaga ikkovini muhiti farqli ekan. Ya'ni bu yerda professorlar o'quvchisini bitirish uchun harakat qilar ekan. Bu yerda professorlar o'quvchi borligini ham, yo'qligini ham anaqasi unutib qo'yadi. Chunki ular o'zini 20 dan ortiq o'quvchisi bo'ladi. Bizda shunaqa edi, bitta majlis bo'lsa 25 kishi o'tirardik. Har bittamiz 15 minutdan prezentatsiya qilsak ham bir kun ketardi. Ya'ni 10 ta desangiz ham, ya'ni 5 ta PhDda, 5 ta magistraturada bo'ladigan bo'lsa ham, keyin o'zini research grantlari bor, laboratoriyasida odam ishlaydi. Bittasini kelib turib vaqtini oladigan bo'lsa, bitta professorlarning vaqti o'ta muhim. Kelib haligi nima bo'lmaydi-da. Chunki sababi deylik biz boshqa muhitdan borganmiz, haligi xatoni deylik odam bitta narsani ustida uzoq qolib ketadigan bo'lsa, haligi ko'ra olmay qolar ekanda ko'zi, ya'ni yozganda men yaxshi yozdimmi deb o'ylaydi, lekin bilaman. Menda xuddi shunaqa bo'lgan. Professor aytadi, ya'ni hayot buni qaytadan olib borib, o'zing o'qib ko'r. Qayta edit qil, ko'zlarim og'rib ketyapti deyardi. Nechta odamni nimasi paper keladi, o'qishimga to'g'ri keladi. Shunga yaxshi. Endi bugungi vebinarimizdan xulosa qilib nimani aytmoqchimiz? Bizda Research and Grants Updates degan o'zimizning kanalimiz mavjud va veb sahifamiz ham bor. Bu yerda demak biz doimiy ravishda turli qilingan ilmiy tadqiqotlarni qo'yib boramiz va turli xil ushbu yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar yo'nalishi bo'yicha
yangi doktoranturaga scholarshiplar yoki bo'lmasam postdoc qilmoqchi bo'lganlar uchun scholarshiplar, turli xil grantlar, ilmiy nashrlar uchun grantlar, barchasini tanishtirib boramiz. Albatta, demak, research and grants updates orqali ham bizni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bizda hozir mana komandamiz bilan birgalikda biz jamoamiz bilan yangi bir From Idea to Publication degan kursni demak boshlaganmiz. Ushbu kursimizni biz offline tarzda bir marta demak tajribadan o'tkazib oldik va natijalar xudo xolasa juda ham yaxshi. Endi ushbu kursimizni biz onlayn platforma orqali sizlarga yetkazishni maqsad qilib qo'yganmiz. Ushbu kursimizda demak asosan biz endi o'zimiz yo'nalishimizdan kelib chiqqan holatda biznes, iqtisodiyot, moliya, marketing yoki menejment yo'nalishlari bo'yicha o'qiyotgan talabalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizdagi xizmatlarimizdan foydalanishlari mumkin. Ushbu kursimizda demak 3 xil shaklda shakllantirib qo'yganmiz. Bu yerda standart kurslar bor va premium yoki bo'lmasam VIP kurslarimiz bor. Bularni demak bir-birlarining farqlari nimada bo'lishi mumkin? Agarda siz premium kursni oladigan bo'lsangiz, bu yerda demak sizda one-on-one consultationga demak mentorlar bilan ishlashga imkoniyat bo'ladi va doimiy ravishda siz bilan demak aloqada bo'lib, o'zingizni ilmiy tadqiqotingizni yozishga yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari demak VIP kursimizda bo'lsa, siz bilan demak ideyadan, ya'ni g'oyadan boshlab turib nashrgacha siz bilan birga bo'lamiz va birgalikda Scopus bazasiga yoki bo'lmasam Web of Science bazalariga kiradigan jurnallarda ushbu aytib o'tib ketgan yo'nalishlarimiz bo'yicha birgalikda ishlab maqolalarni chop etishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham barchangizni bizni Research and Grants kanalimizga a'zo bo'lishga taklif qilamiz va bizni jamoaga qo'shilishini ham taklif qilib qoladik. Hayotdagi agarda ilmiy tadqiqotlar bo'yicha aktiv ravishda ishlamoqchi bo'lgan tadqiqotchilar, yosh tadqiqotchilar bo'lsa, bizni jamoamizga qo'shilishingiz mumkin. Bizda demak hozir jamoamizda 10 taga yaqin inson bor. Biz albatta xursand bo'lamiz, ko'plab odamlar bizga qo'shiladigan bo'lsa, O'zbekistonda ilmiy tadqiqotlarni taraqqiy etishiga o'zimizni hissamizni qo'shsak, biz albatta bundan mamnun bo'lamiz. Barchangiz uchun rahmat. Agarda savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol savollarga o'tishdan oldin men nimani aytib ketmoqchiman. Bu narsa qayerdan boshlandi degan narsadan olib ketmoqchiman. Ya'ni Iqbol akada 5 ta PhDda o'qiyapti, doktorskiyda o'qiyapti turgan va magistraturadagi shogirdlari bo'lgan. Ya'ni men xuddi shunaqa 10 ta. Biz qaysidir kuni shu narsaga deylik kelishib turib vaqtda ularga yozishni o'rgatib ketishga to'g'ri keldi, chunki supervise qilish kerak edi. Buni keyinchalik o'yladikda, ya'ni Iqbol akaniki bilan birlashtirganimizda 20 ta student bitta gruppa bo'ldi. Keyin o'yladikda Iqbol aka agarda deylik ko'pchilik keladi, yozadi, domla vaqtingiz bormi yoki mana bu narsani ko'rib bering deb. Qayta aytib ketmaslik uchun buni Iqbol aka bilan bir offline qilib ko'rdik. Keyinchalik deydi, buni videoga yozib turib, qaysidir deylik research metodologiya kitobini oldikda, ya'ni eng kerak mavzularda yoki bo'lmasa amaliy shaklda qaysi mavzular bo'lish kerakligini video shaklda yozib qo'yib, shuni bir yo'lab paketlab qo'yaylik degan narsa keldida, ya'ni faqat 20 ta odamga emasda, ya'ni ko'proq odamga yetib borishini saqlash, qayta keladigan odamlarga foydali bo'lsin degan narsada. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, mentor topish bo'yicha ham savol berdi. Mentordan qanaqa topsa bo'ladi? Juda ham qiziq savol. Mana tayyor mentorlar o'tiribdi. Agar yo'nalishimiz to'g'ri kelsa, agar qiziqish bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, mentorlarni topishning usuli bu menimcha hozir yaqinda bizga bir taklif kelib tushdi. O'zbekistonda bir qiziqarli loyiha amalga oshirilayotgan, bu startap sifatida amalga oshirildi. Hayotdagi adashmasam sizga уже o'quvchilarni mentorlik sifatida ishlashingiz mumkin bo'lgan o'quvchilarni ro'yxatlarini yuborishdi. Nomi nima edi? Scholar Connect degan demak veb-sayt mavjud. Ushbu veb-sayt orqali mentorlarni topish mumkin. Yoki bo'lmasam albatta bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizni o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha o'zimizning networkdan foydalangan holda sizlarga bemalol mentorlarni topishga yordam berishimiz ham mumkin bo'ladi. Juda ham qiziq savol. Odatda, mana hayotdagi deylik. Odatda jurnallarda maqola chop etish. Demak, savol kelib tushibdi mana auditoriyadan. Scopusdagi bepul jurnallarni qanday topsak bo'ladi? Odatda Scopusdagi va Web of Science bazasiga kiruvchi ushbu demak bazalarda indeksatsiya qilingan jurnallar bepul bo'ladi.
demak bu jurnallarni topish juda ham qiyin emas. Siz bemalol har bitta jurnalni ichiga kirib guidelines for authors degan qismini o'qib chiqishsangiz bo'ladi. Bu yerda albatta har bitta demak point by point tushuntirib o'tib ketgan bo'ladi. APC degan narsa bor, ya'ni article publishing article processing charges degan narsa bor. Bu endi cost yoki bo'lmasam charges deb qo'yadi. Bular agarda siz o'zingizni maqolangizni open source qilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, shundagina amal qiladi. Lekin siz o'zingizni maqolangizni open source qilib qo'ymasdan, yopiq qilib, ya'ni avtorlik huquqini jurnalga berasiz. Jurnallar sizning maqolangizni o'z-o'zidan pulga sotishadi. Shu orqali ham buni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Shuning uchun Scopus bazasiga kiruvchi yoki Web of Science bazasiga kiruvchi jurnallarni juda ham ko'p qismi bepul hisoblanadi. Buni siz Scopusning o'zini veb-saytiga kirgan holatda sources degan menyusi bor. Shu orqali o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha jurnallarni topishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa Web of Science orqali ham sizning yo'nalishingizdagi jurnallarni ko'rib, bu yerda 90% jurnallar adashmasam bepul hisoblanadi. Biz hali pul to'lamadik shekilli. Shunaqa. Ba'zi bir jurnallar bo'lishi mumkin. Submission fee qo'yib qo'yish mumkin. Ya'ni submission fee odatda $50 dan $150 gacha bo'ladi. Bu degani hamma jurnallarda xuddi shunaqa degani emas. Sababi agarda jurnalni obro'si yuqori bo'ladigan yuqori bo'lsa, o'z-o'zidan ushbu jurnalga talab ham yuqori bo'ladi va kelib tushayotgan maqolalar soni ham juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham, demak, sizdan jurnallar, editorlar maqolangizni ko'rib chiqish uchun kichikroq bir summa talab qilishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham bitta narsani aytib o'tib ketay. Bizni shu From Idea to Publication deb nomlangan kursimizda biz bu joyga ko'proq ahamiyat berib ketganmiz. Sababi juda ham ko'p odamlarda shunaqangi narsa shakllanib qolganki, Scopusda maqola chiqarish, chop etish bu pullik yoki bo'lmasa Web of Science jurnallarida maqola chop etish pullik. Yo'q, bunday emas. Siz bemalol bizning kursimizda bu narsalarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shib ketmoqchi bo'lgan narsa, yosh olimlar yangi PhD'sini tugatgandan keyin ko'pchilik maqola bosishni to'xtatib qo'yadi. Bu narsa keyinchalik to'g'rilash qiyin bo'lgan narsalardan pauza bo'lmasligi kerak. Pauza bo'lmasligi kerak, chunki aktiv research bo'lib turish kerak bo'ladi. Ya'ni siz har yili kamida bitta, ikkita yoki 3 ta maqolangiz bosilib turish kerak bo'ladi. Bu olimlarda anaqasida, ya'ni keyinchalik grantga topshirganda yoki bo'lmasam deylik boshqa narsa bo'lganda qarashadi, ya'ni постоянно maqola bosib turganmi. Ikkinchisi, endi bitirganda magistraturaga ketmoqchi bo'lgan odamlar agarda deylik maqola bosgan bo'lsa, bu odam bu sohaga qiziqadi, qila oladi degan narsani beradi. Ilmiy anaqasi bor degan, ya'ni potensiali bor degan potensialni ko'rsatib turadi. Shuning uchun ham hozir shunaqangi holatlar bo'lyaptiki, bakalavrda top universitetlarga kiryapti ko'plab talabalar. Shu yerda ko'rishimiz mumkin, juda ham ko'p talabalar Scopusda maqolalar chop etgan talabalar ham mavjud ekan. Endi bu o'zi yakka mualliflikda bo'lmasa ham kimlardir bilan birgalikda hamkorlikda, ham mualliflikda demak maqolalar chop etishgan. Bu top universitetlarga topshirilayotganda juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Modellar modul darslarda ham bormi deb savol berish. Demak, yana bitta savollardan biri, juda ham qiziqarli savol. Sizlarning demak kurslaringizda From Idea to Publicationda econometric metodlar bo'yicha ham ajratilgan qismlari mavjudmi degan savol berishdi. Albatta, bizning kursimizda biz aynan shu qismiga e'tibor berganmiz. Mana Hayot akani PhD'si davomida supervizorlardan, ilmiy rahbarlardan biri Sharqiy Osiyoda, Janubiy Sharqiy Osiyodagi eng top ekonometriklardan hisoblanadi. Xuddi shunday menda ham ilmiy rahbarim ekonometrikaga juda ham katta ahamiyat bergan va o'zim ham bunga tahlillarga qiziqqanim uchun men ham juda ko'p bu haqda o'qiganman. Albatta, bizning kursimizda ushbu qismlari mavjud va asosan panel data bilan, survey data bilan yoki time series yoki cross sections demak datani turlaridan kelib chiqqan holatda juda ham ko'p, eng ko'p ishlatiladigan usullarga e'tibor berib ketamiz va bundan tashqari adashmasam 2020 pandemiya paytida bitta loyiha qilgandik, Hayot aka bu haqda men aytib o'tib ketgandim. Tech Study Uz degan loyihamiz bo'lgan. Bu US Embassy tomonidan moliyalashtirilgandi. Bu yerda
digital skills development, ya'ni yoshlarda raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha bir loyiha qilgandik. Bu yerda aynan ekonometrika bo'yicha ham turli xil videolarni qo'yib YouTube platformasiga joylagandik. Bundan tashqari hamkasbim Hayot akani ham o'zi ekonometrika bo'yicha YouTube platformasida videolari mavjud. Bu yerda ekonometrikani in detail deydi-yu, qayerdan boshlanib qayerda tugashlarigacha tushuntirib qo'ygan. Endi asosan matematikaga asoslangan bo'lganligi uchun ko'pchilikda nima desam bo'ladi, yoki potensial yoki bo'lmasam xohish oxirigacha ko'rishga yetmasligi mumkin, lekin tavsiya etib qolaman, juda ham muhim ko'nikmalarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha bu savolni beryapti turganda deylik, qaysidir fikr bor, yangi boshlagan odam statistik yoki ekonometrik modellarda yaxshi bo'lmasligi mumkin. Albatta. Shuning uchun deylik, bu narsada to'xtab qolish, ya'ni boshladik, tartibni o'rgandim. Agar hisob kitoblarni qila olmasam, bosa olmay qolamanmi, ya'ni nashr eta olmasdan qolamanmi degan narsa bo'lishi mumkin. Bu yerda sizga hisob kitoblarni qilishni, ya'ni o'rgatishimiz mumkin yoki yordam berishimiz mumkin. Yordam berish mumkin. Bizdagi shogirdlarimiz bor, ular shu narsaga yordam beradi. Ya'ni sizdagi datani to'plagan bo'lsangiz, ya'ni sizga eng kamida qaysi metod ishlatilishi kerak, qanaqa bo'ladi, tartibini tushuntirib yordam. Ma'lumotlarni to'plashdan deylik, ma'lumotlardan to'plashdan to ma'lumotlarni to'plash, ularni tahrirlash ma'lumotlarni va ular ustida turli xil statistik yoki ekonometrik usullardan foydalangan holda tahlillarni amalga oshirishda ham demak yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Agar savollar bo'lsa. Nimaga aynan social science sohasidagi maqolalar ko'p rejection oladi? Juda ham qiziq savol. Endi balki siz yoki bo'lmasam biz social science yo'nalishi bo'yicha ishlayotganimiz, ushbu yo'nalishda tadqiqot olib borayotganimiz, o'qiyotganimiz sababidan bo'lishi mumkin. Biz ushbu rejectionlarni bilamiz, ushbu rejection haqida eshitganmiz. Lekin aslida barcha yo'nalishlarda ham ilmiy tadqiqotchilar soni qancha ko'p bo'lgan sari ilmiy tadqiqotlar soni ham ortib boradi va o'z-o'zidan jurnallar soni cheklanganligi uchun kelib tushayotgan maqolalar qancha ko'paysa, bularning ichidan eng ko'plarini, haligi eng maqsadga muvofiqlarini demak tanlab olish kerak bo'ladi. O'z-o'zidan demak rejectionlar soni ham muhim ahamiyatga ega. Bu narsaga ekonometrik darsda biz o'tadigan bir mavzu bor. Hayot aka, bilsangiz, sample size ga bog'liq yoki bo'lsam nechta anaqa jurnalni qarayapmiz va nechta publikatsiyaga maqolalar topshirilyapti o'sha jurnallarga-da, shuni sonidan kelib chiqqan holatda bo'lishi mumkin. Agarda social science-da yo'nalishi bo'yicha jurnallarga kelib tushayotgan maqolalar soni ko'p bo'lsa, o'z-o'zidan rejection soni ham ko'p bo'lishi mumkin. Barchangiz uchun katta rahmat. Bugungi webinarimizga qo'shilib bizni tinglaganligingiz uchun. Kurs bo'yicha demak link va u bo'yicha ma'lumotlarni kanalimizda qoldirib qo'ydik. Bemalol kirib, u haqida o'rganib va ushbu kurs bo'yicha bafurcha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agarda sizga qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol bizda telefon yoki bo'lsa email orqali aloqaga chiqqan holatda biz bilan bog'laning. Albatta qo'limizdan kelgancha sizga yordam berishga harakat qilamiz. Hamma uchun rahmat. Hammaga rahmat qatnashganlarga. Xayr, sog' bo'linglar.